Anlavatqınınla Azad Şərq Türkistan Radiosu xəbərləri. Assalamu alaikum hörmətli radio anlıqçılar. Bu həftəlik xəbərlərimizdə aldı bilən Mən Tirik Guvaçi namlıq alaydı söhbətimizin 3-cü qismini. Yəni Sulaymanның qarı guruh qulluqidan qutulub chet eldə panalıq izləş və özü görgən həqiqətlərini aşkarlaş jarayonini anlatımız. Onundan keyin xalqaro vaziyatga nazar solamiz. Bu sonimizda Sharq Turkistondagi yangi ma'muriy tengshashlar, Osiyo Tinch okeani rayonidagi cho'ng kuchlar raqobati, shundaqla Indoneziyaning ko'p qutblik siyosiy yo'l talishi qatorliq muhim temalar ustida to'xtalamiz. Programmamizning davomida yana Nijat Bey bilan telefon suhbati ilib berib, bu murakkab vaziyatlarning orqa ko'rinishi va Sharq Turkiston davosiga bo'lgan ta'sirini cho'nqur tahlil qilamiz. Qenamsa diqqətinlə radiomuzun bu həftəlik xəbərlərdə bolsun. Ən qaranğı keçiningmi bir tang etişi buludu. Sulayman üçün bu yoruqluq qutuluş və sözləş cəsarəti boldu. O qutuldu, lekin o sükutda qalalmadı. Çünki həqiqət sözləşni tələb qılatdı. Kambodjadagi bu lager to'g'riliq bir eslab bersangiz hamda boshda qanday muomalada bo'ldi sizga, qanday xizmat qildi ekansiz, u yani qanday tanishtirdi sizga? Xo'sh. O davlatga baqqanda endi u yerga xeyli uzoq yo'lni besib bordik emasmi? Yo'lning bo'yidagi uylarni ko'rdik. U yerga u uylarga baqqanda endi u o'ltiraq rayon haqiqatan nihoyat bir go'zal, cho'ng, shunday bir o'ltiraq rayon ekan endi. Andan keyin chirib bir yo'g'on bir toshqa logilkaga o'yilgan nima? Jongo bir yo'l bir balvoq qurilishidan tutib chiqqan qurilish degan xatni ko'rdik. Voy bu shu chaqdimi men bu Jongo o'xshab bu ashta bir chat bir o'likli o'xshamamdi bu deb o'yladim. Keyin anadan keyin ben o o'ldiraqayni bir aylanib chiqdim emasmi yan kirgan chaqda. Ya aram elvalimda bir yerda tanishib chiq degandiki men bir aylanib chiqqan bo'ldim. U yerga do'konlarni ko'rdim. Lekin endi mening bir aqlim yetmagan yeri u yerda qimorxona bor, fohishxonalar bor ekan. Andan keyin shu o'yinchoqxona u Xitoyda hozirmi cheklaylik. Andan keyin shu Xitoyninki nihoyat cho'ng bir doktorxonalarniki tarmoqi bor ekan, bu ay doktorxonasi deb.Ovat bir o'ltiraq rayonga o'xshash, ya bir bozorga o'xshash shunday bir yer ekan-toq. Andan keyin mana bir karta taqatdi. Endi ishxona binosiga kirgan kartang deb berdi-yu kartni. Chunki ishxona binosining oldidami amalli saqlovchi bor. 4-chi qavatdagi Gagung o'lkasi, Chishinghay Changwan o'ltiraq rayonining 12-chi bino 4-chi qavat, 601-chi ishxona. Shu yerga akirib u yerda qarasam endi 100 ga yaqin odam bor ekan, 90-100 ga yaqin odam bor ekan. Mana bir o'rinni ko'rsatib, buniki sen mishal o'ltirib ishlaysan. Andan keyin mousening yangi kompyuteri deb yangi kompyuter berdi. Qo'rqib ketgan yedim, doskaga yo'g'on qilib 10 turlik shirkatning qizilsizligi deb yozib qo'yapti. Endi uning shu ko'pinchisi xizmat ishdan qaytsa, kechiksa, tayoq yeydi. Andan keyin boshliqqa yansa, qarashlashsa, urib putni sundiriydi. Andan keyin boshliqni ishlayotgan xizmatdoshlarni rasmga tassa, o'ltiriydi deb ashta xatlar yozilgan ekan-toq. Voy bu qanday ish. O rasmiy zo'ravonlik tuzumi ekan, a? To'g'ri. Chunki u yerda hech U qanday aşı bir uch qashqari yiziq, bilan olmaydi. uch qashqari yiziqliqmi ekan u yerda? U yerning hamma ishxonasida ashta ishlar bor. Qoida tuzumlarni tam uyg'un qilib yozib qo'ydi, har vaqt esingda tursin deb. Shu kuni men ishxonalar bilan tanishib ol, xizmatdoshlar bilan tanishib ol, qanday ishlaysa shuni bilib ol deb bir kun vaqt berdi menga. Shu jarayonda men endi ularningki g'alitligini his qildim. Ularni qo'ymishlik qilgan yer ekan amniyatda u. Butun dunyoga olib kelayotgan shu Xitoyniki bazasiga u.
Tor Ularning qo'yimchiligi. ichidagi bir shirkatgan, to'g'ri, tor qo'yimchilik degan shu Hmm. gap. Andan keyin o'zining nihoyatda boy qiyofatga kirib elib, "Men ismim manda" deb manga tanishtirib olgan bilan boshqalar bilan paranglashgancha men ismim manda degan gapni o'xshamaydiganligini his qildim. Ben g'alatilik his qilib, men o'zimni guruh boshlig'imdan so'radim. So'rasam shuni bilan bu sap yolg'on gap qildiki, "Ya bular manga ismini manda deb tanishtirgan, endi telefonda manda deyapti" desam, shular chiroyi lapitni o'zgarib ketib, torda ko'rgan bo'g'iting Liqi "Japian deb deydi, ha anglagan" desam shuni musha ishtaye. Bu buniki seni xizmating dedi. Shuningla "Ya voy yo'q, men bunday ish qilmayman" desam, u beliqi bak iliqi g'alati bir mushu chiroy ifodasida manga qarab turib, "San bir dars o'tab qo'yadigan vaqtimiz kelib qopti emsa" deb shu chog'da endi kirib tunjiqdim tayoq yegan vaqtim shu meniki. Rezinka kaltak bilan, nihoyat qalin bir rezinka kaltak bilan, bu yonboshqa 10 kaltak udi. Tunjiqdim. Hmm. U yerda endi bizni urdigan Shobay deb birisi botdi, harbiylikdan qaytgan. Shu 10 kaltak udi. U tayoq endi odatdagi bir odam, u kaltakning bir kaltakni ko'tarolmaydi endi. 10 kaltak urib, tishlarim degan girishlab jon ochig'ida shu putimning uchida dastlab turib ketdim shu joqdami. Hmm. Ondan keyin men tozga chiqib chiray deb palampayga chiqib yig'lab shu yerda. Voy bu nima ko'radigan kun deb Hmm. tomdagi xatli boshliq bilan qarashlash tushuntirildi degan gapni anglab shunga yana qarshilik qilolmadi. Lekin men hamda shu jon achchig'ida chirib pastdagi do'konga chirib men bir chado, qalin bir chado ko'tarib, bu shunga chanaversam qandoq deb shu xiyolga kelgan chig'imda keyindan chiqib kelib u chado tutib ko'rganimni ko'rib keyin chirib ketgan. Nechisiga tan gap bo'lami deb o'zim tutib elib yana ishxonaga yenib chiqdim. Peshtoqda birdan o'ltirib yig'lab elib. Ondan keyin umu ko'rganini ko'rmas silib oldi, yo sal qo'rqdimi. Keyin yana bir necha kun o'tgandan keyin texnik changishga boshladi. Keyin ishlashga boshladim endi boshqalarga uchur yo'llab, shu telefon qilib, boshqalar bilan tonish mening vazifamdi. O jarayonda men har kuni asosan vazifamni to'shqizolmay, kunda tayoq yeb, shu tariqada o'tdi bu kunlar. Nurg'utaylar bor. Voyaga yetkazib qila oladigan, bergan vazifani o'rlay oladigan, adam qo'sha oladigan, odamlar mana shu to'liq oldi tanisha oladigan, pulni olay oladigan odamlar bor. Hamda ular tayoq yemaydi. Hmm. Qanchalik davom qildi shu vaqt? Asosan degidek, kunda degidek, ham shu chag'an bayramlar kelib qolsa Xitoyninki, bir 2 kun ko'tarib o'tgan ahvollari bor. Bo'lmasa kunda degidek, to'qaltak, rezinka kaltak bilan urib, shunun bilan o'tdi bu kunlar. To'qaltak odamga uzoq yiqaversa, badan shu to'qaltak yoqqaya pishib qoladi ekan. U menga o'chmaydigan bir qora iz bo'lib qoladi ekan badanimda, shunday izlar bor hozirmi. Shu tariqada endi 1 yildan jiqroq vaqtni shunday o'tkazdim. U yerdan qanday qutuldingiz? Men bu yerdan qutulish jarayonim asal uzun. Chet ellik narsani ancha-muncha tushundim, nima bor, nima yo'q bilgan bo'ldim. Shu Facebook, YouTube degandek narsalar bilan uchrashdim. Shu jarayonda men bir kun bir video orasidan bir Uyg'urning xabarini ko'rib qoldim men. Voy bu chet elda Uyg'urlar borkan ya. Hmm. Bu menga yordam qila olarmi? O'shani qutqizib eshitalarmi meni degan shu umid bilan WhatsApp nomerini chiqarib qo'yapman. Men qo'shib gap qilsam, andan keyin menga bir javob qaytargan bo'ldi. Shu akash menga ukam sizdek mushta ahvolda qolganlarga yordam qiladigan tashkilotlar bor. Shular bilan aloqalashib beqing deb menga bir qancha odamniki shu aloqalash Facebookni, WhatsAppni avat bergan bo'ldi. Shuning bilan mendek odamni qutqizadigan odam bor ekan. Men mishan bir amal qilib qutulay degan niyatga keldim men. Chet elda Uyg'urlarning borligidan, Uyg'urlarning tashkilotlarining borligidan hech qanday xabaringiz yo'q deding, uning oldida. Chunki bizning vatanda shu chet elning har qanday bir uchurdan bizni qisqanlik uchun, aravatganlik uchun u to'g'risida men hech nima bilmayman. Hmm. Chunki chet eldan kelgan telefonini olib qolgan odamni terrorchi deb qalpoq kiygizib, sotki ahvol ko'p tursa, uning oldida endi men mishada kunda tayoq yeb, shu bir kun ko'zga sig'may, men o'ladigan o'xshayman deb shu holatda men yashagan. Davomli yashashimga shu mana bir umid berib qoldi.
Ölüveriş kallamga meningmi kelgan? Chunki oldimda 4 odam o'lib oldi. Mush binoda sakrab olganlar bor. Chunki o'ltiraq rayonda odam o'ltirib yetadigan, o'zini o'ltirib oldigan ishlar nihoyatda jiq. Hatto ilqi mening anglaganlarim tug'an yotoqning qishidagi birisi o'zining shu yerdagi turmushga chidab bo'lolmay o'zining xo'jayinini o'ltirayotgan ishi bor. Hatto xabargim chiqib ketdi. Mendek yordam qiladigan, qutqizadigan bir tashkilotning borligi menga umid berib, men davomliq yana yashadim. Ishqilib mush Facebookda Uyg'ur, musulmon deb shu to'g'riliq ism qo'ygan odamlarning hammasiga asosan gap qilib boqdim. Gap qilsam ba'zilari javob qaytardi. Javob qaytarib o'zi mashhur deb bilgan, qo'lini ishkil deb bilgan odamni menga tanishtirdi. Nurg'unlardan paranglashdim, ahvolim to'g'riliq to'liq tushuntirib, qanday turyapman, men qandaroq nima bo'lib chiqib qoldim, qandaroq kunimni ko'rdim, hammasini men deb bergan bo'ldim. Deb berib, ba'zilari shu suhbat yo'qolib ketganlar bor. Andan keyin tonmas selib olganlar bor, qartizimga tiqib ketganlar bor. Hatto menga shu qattiq qilib, men shu kunda shu Ig'rikilda yashayotgan chog'dami, endi menga lazar berganlar bor. Shu chet eldagi siz shu aloqalashayotgan odamlardan, Uyg'urlardan. To'g'ri. Hmm. Andan keyin Bu jarayon, masalan, siz shu aloqa qilayotgan jarayon shu sizningki Kambodjadagi shu qo'yimchilik, to'r qo'yimchilik lageridagi vaqtingiz, shundaqmi? Shu xizmat qilayotgan vaqtingiz. to'g'ri. Shu demak, u yerda yana biroz to'rga chiqish, to'r orqali bir narsalarni ko'rish, uchurlarni ko'rish bir erkinligingiz bor ekan, anim bo'lsa. Chunki endi u to'r qo'yimchilik degan to'rdan aralanmaydi. To'r degan u cho'qim bor. Andan keyin u yerda to'r nihoyat jiq ketadi, hatto kartlar jiq ketadi. Karta degan ishxonada bak jiq. Kartlar o'zimiz elib qila olamiz. Mush kartlar bilan xaridorlar aloqa qilisizlar deb bir mish karta kelib tashlab qo'ydi. Endi shu kartning orasida men karta elib, o'zimning telefonimga solgan u chog'da eng ching mazgillar u emas. Kunda ishdan tushib, bir 2 soat izdinalaytdim. Andan keyin shanba kuni izdinalaydigan bo'ldim. Andan keyin ifodamiz yaxshi bo'lgan chog'da boshliqning kayfiyati yaxshi chog'da telefon beradigan bo'ldi. Undan keyin telefon bermaydiganmi bo'ldi. Men shu telefon bermaydigan bo'lib bo'g'ichi jarayonda bir ochash menga bir odamni menga tavsiya qilib qoldi. U ochashning hozir ismini bilmayman, tug'anligini uqmayman shu ochashniki. Andan keyin men shu Kanadadagi Ruqiya Turdish xonimniki menga Facebookni avatib berdi. Ahvolimni tushuntirgandan keyin men yo'lni qilay. Bir Uyg'urning jani bo'lsin, qutlib qolsin. Men sizning mushta ahvolligingizni bilib, karim bo'lmaydi. Men uni chidmaydi ekanman deb. Andan keyin xeli jiq yo'l qilgan bo'ldi u yerdan. Chiqib ketishga. Qaysi tashkilotlarga yo'l mengib, nurg'un odamlar bilan aloqalashib degandek faqat bo'lmadi. Bo'lmay andan keyin o jarayonda men bir qattiq og'rib yetib qoldim. Bir ig'ir bir tayoq bilan. Andan keyin ahvolim shu to'g'ri shu chog'da ham shanba kunlari aloqalashib turayotgan vaqtimda desam shuning bilan amal qilib menga pul avatib berdi. Kasal bo'lib qolsaqmi, hatto bir bizning u yerda ular pul tepiradigan ahvolimiz bo'lmagandan keyin, kasal bo'lib qolsak do'rmab bo'lmay shu kunda yashayotgan bo'lgandan keyin pul sepirib mana borib yang. Andan keyin siz faqat aloqalashmayapmiz, bir uchrab qolsimi men sizga deyolmayapman. Telefon elib eling deb shu chog'da menga $200 deymi, shunchalik pul sepib berdi. Endi u pul degan men uchun u nurg'un pul-da u. Lekin do'rabdim, andan keyin 100 necha dollarga bir telefon elib oldim. Qilib ishlatgan bir telefonim bor. Shuni yoqib yana davomli aloqalasha oldik. Lekin u telefonni ishxonaga chiqsam bo'lmaydi. Yotoq qo'yib qo'ysam deb bo'lmaydi. Mush karvitimniki tegining yotadigan yerimizniki biz bir paxtadek bir yumshoq bir nimasi bor. Shuni kovlab, shuni orasiga tiqib saqlaydim telefonni men. Shu telefon bilan davomli aloqalashib qildik. O jarayonda endi sen davomli bizga pul tepirolmayotsa, kelganda qanday kelgan bo'lsang, hozirsa shunda tursan deb faqat ilgirlash yo'q. Yo bir pul va odamni bini qo'shamsan, yo ozroq pul aldab akilarmisan, sen biz seni mushta beqiyveramizmi? Biz setvitli mushu endi nimaga ochiq dengizga chiqib ketamiz.
dep şu gapni qilgan bo'ldi. Hamda u Hmm. yerda uzoq turish jarayonida nurg'un mushu gapninki odatdagi odam tushunmaydigan nurg'un gapni tushunib ketgan bilan uni ochiq dengiz degani o'sha sezyapman yo'q meni. Hmm. Ochiq dengiz degani ichki a'zo oladigan ya. Hamda ochiq Ee, dengiz hech qaysi bir davlatning boshqarish tavalligi bo'lmaganligi uchun shu doktor paraxodni o'sha yerda harakat qildi ekan. Shu yerga chiqib ketib odamning lozimli ichki a'zolarini ilib qolgan yerlarni shu dengizga tashlab etsalam beliq yeb tugaydigan ishga avasli. Ochiq dengizda aşındaq odam etkazchiligi bo'ldi ekan-da, shu ichki a'zo etkazchiligi. To'g'ri. Xo'sh. Shu gaplarni qildi hatto shu qishimizdagi adam tuyuqsiz yo'qolib ketgan, kammigan ahvollar bor shuna voy mau yo'q-ku desak, singlimkaring ortiq chiqarilishib, shu bag'vamtiyasining deb shu gaplarni qilgan bo'ldi. Bu işte bir yerlik evet etibdi-da buni deb shunda o'yildik. Oxirida endi ishligidek jonmi yo'q holatda, nihoyat xomush holatda shu vaqtlar o'tdi. Chunki u ilk odam qishimizdagi odamlar tuyuqsiz yo'qolib ketib beryotsa, u kunda tayoq to'qmoq, to'kkaltak hatto shu ig'ir xatolik o'tkazgan deb yo'qlan bahonani ko'rsatib bir to'kkaltakdan tuk yiqibatgan unda ishlarni ko'rib ham ro'yi jihatda ham jismoniy jihatda bak ig'ir besim bo'lib ketdi. Texmo vazifani davomli o'rlayolmadim. Andan keyin oxirida ilqi buni seni bir yil boqdik biz. Bir yilgacha sen bir mo'lcham pul topolmading, yo bir mo'lcham pul aldab kelolmading. Biz seni setib o'tamiz. Deb shu gapni man qilgan bo'ldi. Man shu gapni deb necha kundan keyin, 5 kundan keyin, 4-5 kundan keyin meni og'il keldi. Shu 4-5 kun jarayonida bu goldan bir tomoq o'tamdigan, uyqu kelamdigan shu bek ig'ir o'tkazdim shu kunni. O'tkazib, keyin og'il kelib, meni Qarang'i bozorga chiqaribdi ekan. Shu Kambodjaning poytaxtidagi bir mafiyaga setyapti. Shular endi opti meni. Qancha pul olganimni uqmadim. U yerga berib, andan keyin bu tuzukligim uqmaydi ekan ya bu deb. Chunki Qarang'i bozorga chiqargan chog'da manchilik ishlayalaydi deb amaliy ahvolini deb chiqarmaydi ekan. Bu ishlanmaydigan odamni birini akab qo'yaptimiz. Buni yana setib olsak oldiga o'xshaydi. Endi uning shu bordigan yerdan boshqa foydalanish qimmatim yo'q ekan deb degimni endi bildim. Hmm. Chunki osh foydalanish deb ular echib demasimi? Men shu nima qoldi menda? Menda yo endi pul chiqmaydi. Ya ularning pulini qo'yamayman shu ishga azab ekan. Ularniki boshqa bir ishga azab oldigan başqa bir tanışları bolsa, shular bilan uqishib qildigan o'xshaydi. Başqa bir vositalari bo'lsa deb shuni o'ylab, andan keyin mushta bo'ldigan bo'ldi edi. Men qanday qilaman? Men nimcha o'ldigan o'xshaymi deb, hatto men necha vaqtli yoqqi, necha men bek yordam qildingiz. Men sizga javob qaytarolmaydigan o'xshayman. Deb hatto bir-birimizdan shu Ruqiya xonim bilan rozilik so'rashib ketdik shu chog'da. Endi meni mau til qobiliyatim unda bek yaxshi bo'lmaganligi uchun u chog'dagi ahvolini men to'liq ifodalab berolmadim haqiqatan. Shunday yig'ilishib ketdik. Endi men shuna ketib qolsam acha, mendan rozi bo'lang. Biz tanishmay turib shunchalar yordamni qildingiz menga. Men javob qaytarolmaydigan o'xshayman. Deb shunday yig'ilishib ketdik. Andan keyin o'zim bir paranglashib boqqayfka, men oxirgi qitim bir sabab qilib boqay. Men deyish boqay deb o'zi paranglashib shuni bilan meni pul to'lab olib chiqib ketadiganga shu yerdan deyishibdi. Shu mafiyalar bilan paranglashibmi? Shular bilan paranglashdi o'zi. Hesapda shu mafiyalar bilan Ruqiya xonim bevosita ko'rishish orqali ular bilan so'zlashib, sizningki butun chiqimlaringizni, to'lamlaringizni to'lab, sizni ya'ni erkin harakatlanadigan bir holatga kelishingiz uchun sabab bo'ldi desak bo'lamda. Erkin degidek emas u yerda. Müküp yashayotgan bo'lgandan keyin. Shu yerda endi shu müküp yashash jarayonida men sirtqa ko'p chiqmayman. Yeydigan, ichadigan bir narsalarim tugsa, astag'ibdan chiqib akirib elib, shunday qilib 4,5 oy o'tdi shu jarayonda. Yani ne çıktım?
pul avatib berib, yotoq tomoqni hal qilib berib, endi ba'zida mushu manga yotoq hal qilib beradigan bir odam yo'q, chunki o'zimda bir kinish bo'lmaganligi uchun hatto talada qilib, ko'rikning ostida yet deb mana shunaqa qilgan ahvollar bor. Hmm. Unda bo'lgandan keyin mushu oq tanlik bir odamlar avatdi qishimga. Pul avatdi, andan keyin shularning nomida manga yotoq ochqizib berib, shunday qilib 4,5 oy saqlagan bo'ldi. Keyin men bir chog'da yeydigan ishlarni narsalarım tugab, sirtqi shapkani kiyib, maska taqab, yan tarafdagi bir yerdan men yeydigan narsani ilib qaytishimga bir 3 Xitoy paydo bo'lib qoldi men turadigan yerga. Hmm. O yerda asosan chet elliklar, oq tanliklar jiqraq chirdigan, boshqa yerdan sayohatchilar jiqraq chirdigan yotoq ekan. Men Xitoy ko'rmagan u yerda. Hmm. Shundan yeydigan narsani ilib qo'ysam, o'sha yerda 3 Xitoy turdi. Ularninki bu kiyinishi jihatdami bir xil tantarbiyachi kiyim, andan keyin sochlari qisqa, yon so'mkasi 3 yillik yon so'mkasi bor. Shu vatandagi puxrochi kiyingan soqchilar deganga o'xshash Ha. odamdek bilmashdi menga. Birisi menga qoldi, andan keyin bir narsa deb og'zimni midlab, qolgan ikkisi menga tanglab qoldi. Uchisidan qolib shuni o'rnidan qo'papdi. Badaraq tikyaptim u yerdan. Biz bilmaydigan bir chog'ini bor ekan, suv chechib o'ynaydigan. Hmm. Shu mezgillarga to'g'ri kelib qolibdi-ki. Shuning bilan men qechiyotgach, dedim, men Xitoylar meni izimga tushib bo'libdi desam, shuning bilan g'osh telefonni chiqing, sizning telefoningizni topgan o'xshaydi unda bo'lsa, deb telefonni tashlab etdim. Andan keyin men boshqa telefon qilib, telefon olib bo'ldi emasmi? Hmm. Uning ustiga Ruqiya xonimniki telefon nomeri menga yoda. Suv chechish bayramida adam nihoyat jiq. Hmm. Shu oraliqlarga chirkitib yurib qechib, yana bir qutulgan bo'ldim. Shu chog'da qo'l ochib qolgan bo'lsam, bu chaqqa men yo'q. Hmm. Andan keyin qayta bir telefon elib yana aloqalashdim. Aloqalashsam siz endi u yerda turpalamaydigan o'xshaysiz. Bu qanda topganda sizni boshqa yerga yo'l qilayman deb meni boshqa bir davlatga shu qochoq yo'l orqali yana shu pul xarjlab Hmm. boshqa bir davlatga yana yo'l qildi menga. Boshqa davlatga yo'l qilib chiqyapti. Qochoq yo'llar bilan. Shular chiqib u yerda menga davomli yo'l qildi. Oxirida faqat bo'lmadi hech yerdan bizni qabul qilayli degan uqtirish kelmaganligi uchun men Kanadaga sabab qilib boqay deb Kanadaga sabab qildi. Andan keyin 1 oy atrofida Kanadaga ekilib mishadi. Hozir Allohga shukr yaxshi yashayapman. Hayatınız dastlabda ig'ir emgak bilan, undan keyin qiyinchiliklar bilan va oxirida zo'ravonliklar bilan o'tibdi va eng oxirida Allohning osonlik berishi, Ruqiya xonimning yordami bilan Kanadaga chiqib yerlashyapsiz. Shunchalik qiyinchiliklar, shunchalik zo'ravonliklar beshingizga kelibdi. Shu xizmatni qamlashtiramay Kambodjada har kuni tok kaltak yegan, tayoq yegan vaqtlarda nimani o'ylaydingiz odatda? Mushlardan ben qutulib ketaman bir kuni, men bir erkinlikka erishib xotirjam yashay olayman degan bir umid bormi ishingizda? Eng oldida men to'liq umidsizlangan. Hmm. Chunki u men turayotgan yerning qatma-qat amal saqlovchilari bor qurolliq. Shu bir o'ltiraq rayonning o'zida 400 atrofida shu amallar saqlovchi bor. 400 amallar saqlovchi degan bir odam qechib ketish mumkin bo'lmagan bir ahvol bo'lganligi uchun men haqiqatan nihoyatda umidsizlangan. Men bu yerda o'ladigan bo'ldim. Men bu yerda qoladi ekanman endi deb. Chunki o'layotganlar, o'ltirib yetilayotganlar, o'zini o'zi o'ltirib olganlar jiqib olgandan keyin men nihoyat tushkun holda bu ig'ir jinimni so'rab shu yerda endi shu vaqtlar o'tkazdim. Hatto mush karavotda jinim bir chika so'pdi ekan deb yig'lab ketgan chog'larim bor. Shu kunlar beshimdan o'tdi. Lekin odam deganga ancha-muncha umid kirib qoldi ekan. Bir bir yangiliklar bo'lib qutulib ketamanmi deb ancha-muncha umidlar kirib qilib, umidlanib qolgan bo'ldim. Lekin eng umid bagini menga Hmm. shu
men izlenip akash manga mush sizdagilar qutqizdigan odam bor degan chog'da, shu gapni anglagan chog'imda manga haqiqiy bir umid kirdi. Hmm. Mendek şu uning oldida chunki men bu yerda bir qurt qo'ng'izdek, hatto bizning u yerdagi laqabimiz, ismimizmi cho'chqa pochiqi, it bolasi deb ataydi. Hmm. Go'toy, Juzay deydi bizni. Hmm. Herkes ismimizni yomon odam deb to'laydigan ish yo'q. Unda bo'lgandan keyin haqiqiy bir manga ega bo'ladigan odam yo'q. Men bir qurt qo'ng'iz bilan farqim yo'q bo'lib qolibdi-man deb bo'lgan. Davomli izlendim. Keyin faqat bo'lmay yana ümidim üzülishga boshlagan chog'da Alloh shukri Ruqiya xonim bilan tanishdim. Hmm. Endi shuning bilan hozirgi mushu kunga ulashdim. Hmm. Hazır Kanada'ya kevaldınız, siyasi panalık tilep uyada hazır yerleşip yaşavatsız, okuşlarga bervatsız, qıçan til uygunuvatsız, turmuşunuz hazır biraz hatırcam boldu mu? Hozir haqiqatan yaxshi. Hmm. Endi hatto men ba'zi selishtirish qilib qolaman. Vatan yaxshimi, moya yaxshimi deb. Albatta har qanday odamga vatan yaxshi bo'ladi ekan, lekin u zulm ostida yashagandan hammayada erkinlik jihatda Hmm. moya yaxshi ekan. Alloh xolasa vatanimiz ozod bo'lib qolsa, İnşallah. vatanimizga qaytish fursati yani kelib qolar inshaalloh. Elbette o ümitten herkes vazgeçmeyimiz, o ümit bile yaşayımız. Belki hiç kim bilmeydi. Siz ama bugünkülükte Kanada'da yaşayacağınızı Kambodja'ya yeni çıkan vaxtlarınızda oyulmagan boğuydunuz. Şunu okşaş. Chunki u chog'da bir erkinlik degan bir narsaninki bizgami loyiq keladiganini bilmaymiz. Chunki tug'ilishdan tortib majburiy ma'rif, uni ustiga majburiy Oysha, hamma ishlar majburiy holatlar bo'lganlik uchun, hurmatlanmaganligimiz uchun mushu erkinlikning, mushu yerdagi mushu hurmatlanishning bizga loyiq bo'ladiganligi bizning aqlimizga haqiqatan kelmagan. Kanada'ya çıkıpsız, hatırcam bir hayatga erişipsiz. Nemişki yana xatarga tevekkül qilib, hikoyalaringizni oshkorlashni tanladingiz. Ba'zi gaplar qilmasak, u ko'milib qoladi ekan. Endi men bir erkin davlatda turib, mushta ahvolda turibmi biz haqni deyolmasak, hatto mushu irqiy qirg'inchilik darajasiga yetib borgan bu Xitoy tajovuzchilarining bu qilmishlari ko'milib qolsa, men hech bo'lmaydi deb o'yladim. Hech bo'lmasa haqda turayli, haqni deyli. Bizning mushu qilgan aytganlarimiz bilan balkim vatandakilarningki shu izilishlari ozroq bo'lsa yengillab qolsa arziydi ekan deb o'yladim. Xitoyning jazo lagerlarida bir qancha yil yetib, u yerlardan qutulib chiqib, chet ellarda yashayotgan nurg'un sizga o'xshash guvochi bo'la oladigan Uyg'urlarimiz bor. Ammo ichinishli yeri ishniki ularninki nihoyatda 10-15% chiqib shu vatanda bo'layotgan zulmlarni dunyoga, medialarga oshkorlayotdi. Ammo 80%, 85% odamlar jimjit holatda yashayotdi. Hech qanday untin chiqamay yashayotdi. O'zingiz ham bundan keyin yana mushundaq guvohlik berish harakatini davomlashtirishni o'ylashyapsiz. Men o'zim bilganlarim, ko'rganlarim to'g'risida har qanday vaqtda men guvohlik berishga men tayyor. Shunga bilan birlikda mushu har qanday bir Uyg'ur bizga kelayotgan zulmni biladi deb o'ylayman. Ham mushu oshkorlanmagan jinoyatlarni mayli oshkorlanmagan bo'lsin, Xitoy tajovuzchilarining jinoyatlarini guvohchi bo'lishga chaqiriq qilaman. Chunki shularning guvohliklari, shularning qilgan so'zlari, shularning guvohchi bo'lishi bizning vatanimizdagi Buxoroninki, urug' tuqqanlarimizning, do'st birodarlarimizningki shu hozir tatiyotgan shu azobini yengillatishga foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Bugün biz anlagan bu hikoya faqat bir odamning qutulushi emas. Bu haqiqatning qutulushidir. Men tirik guvochiman. Bu bir jumla bir odamning so'zi bo'lsa-mu, amaliyotda
Bu bir milletning sadosidir. Hürmetli radyo anlıqçılar, tövəndə bu həftədəki xalqara vəziyyətə dair mühim nöqtələrə qısqaça nəzər salımız. Yaqından bu yan Xitay hökumətinin Şərq Türkistanның Qərbi Cənubi rayonlarında yeni məmuri rayonlarını quruş hərəkəti diqqət qozğumaqda. Xan və Xekangdan keyin Çinling nahiyəsinin quruluşu Xitay üçün bu rayonның strategik əhəmiyyətinin texmi küçəygənligini göstərdi. Qaraqurum tağ tizimlariga yaqin Pakistan və Afg'oniston bilan tutishilgan bu rayon, shundaqla Hindiston bilan bo'lgan talash tartishliq chegara nuqtalariga yaqin bo'lg'achqa, Xitoyning rayondagi bexatarlik va kontrol siyosatida muhim o'rin tutmoqda. Tahlilchilar bu qadam faqatla ma'muriy tangshash emas, balki uzun muddatlik chegara mudofaasi va rayonlik ta'sir kuchini kengaytirishning bir qismi deb qaramoqda. Şunun bilan bir vaqtda Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan 2026 yillik diplomatik ko'k kitobimi xalqaro siyosiy sahnadagi o'zgarishlarni ochiq namoyon qildi. Dokladda dunyo sistemasidagi aniqsizlik va kuchlar orasidagi raqobatning kuchayganligi ta'kidlandi. Dokladning eng diqqat qilishga tegishli nuqtasi qoidaga tayangan xalqaroliq tartib huquqining amdi qo'g'dilinadigan bir qimmat sifatida o'tirg'i chiqishidir. Yani Yaponiya yangi qoidalarni bekitishdan ko'ra mavjud xalqaro tartibning buzilib ketishining oldini olishga ahamiyat beryapti. Xitoy dokladda sistemlik raqobatchi sifatida belgilangan bo'lib, bevosita tahdid deb atilishining o'rniga besim, majburlash va qurolliq to'qinishdan to'van darajadagi faoliyatlar orqali ta'sir ko'rsatadigan bir kuch sifatida tasvirlangan. Bu bugungi dunyoda urushsiz raqobatning qanchalik kuchayganligini ko'rsatadi. Dokladda yana kulrang rayon hukmi bevosita ishlatilmagan bo'lsa-mu, qurolliq hujum bo'lmasdan jiddiylikni oshirish degan iboralar orqali bu xil yangi tipdagi xavf-xatarlar tasvirlangan. Dengiz yo'llari, ta'minlash zanjiri va sonliq ma'lumot iqimi qatorliq sohalar bexatarlik nuqtasidan qayta qarilayotganligini ko'rsatadi. Eng muhim nuqtalardan yana biri Tayvan masalasining xalqaralashishidir. Dokladda Tayvan bo'g'izidagi muqimlik faqat rayonlik masala emas, balki dunyo tartibining muqimligi bilan bevosita bog'langan deb qaralgan. Xulosalaganda Sharq Turkistondagi ma'muriy o'zgarishlar va Yaponiyaning siyosiy bayonotlari bu cho'ng sistemadagi o'zgarishlarning muhim bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Yaqindan buyon Osiyo Tinch okean rayonida cho'ng davlatlar orasidagi siyosiy va harbiy raqobat yana bir qatim kuchayganligi ko'rilmoqda. Amerika bilan Indoneziya orasida yangi bir mudofaa hamkorlik kelishimi e'lon qilinib, ikki taraf harbiy zamonaviylashtirish, birlashma mashqlar va texnikalik hamkorlikni kengaytirishni maqsad qilganligini bildirdi. Bu Washingtonning Osiyo rayonidagi ta'sirini mustahkamlash tirishchanligining davomi sifatida qaralmoqda. Biroq shuning bilan bir vaqtda Indoneziya prezidenti Prabowo Subianto Rossiyaga berib prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Bu harakat Indoneziyaning faqat bir tartibga bog'lanib qolmasdan, balki ko'p qutblik siyosatni davomlashtirish, har qaysi cho'ng davlatlar bilan tangpung munosabat saqlashga tirishayotganligini ko'rsatdi. Yana bir diqqat qo'zg'aydigan nuqta Xitoyning bevosita diplomat emas, balki davlat bexatarlik ministrini Indoneziyaga avatib, bexatarlik va istixborot sohasidagi hamkorlikni muzokara qilganligidir. Bu Beijingning rayondagi iqtisodiy aloqalar bilan cheklanib qolmay, bexatarlik va siyosiy ta'sir doirasini kengaytirish niyati borligini ko'rsatdi. Tahlilchilarning qarashicha, bugungi xalqaro siyosatda Indoneziyaga o'xshash davlatlar bir tarafni tanlash emas, balki cho'ng kuchlar orasidagi raqobatni tangpunglashtirib, o'z manfaatini qo'g'dash yo'lini tanlayotdi. Bu bo'lsa, dunyoning barg'ansiri ko'p qutblik va murakkab bir sistemaga aylanayotganligining aniq ifodasidir. Bu bugungi dunyoda siyosiy, iqtisodiy va harbiy raqobatning yangi shaklda davom qilayotganligini ko'rsatib berdi. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu məsələlərni texmi çoğunqur və keng dairdə düşünüş üçün Şərq Türkistan Ulusal Mənfəət Mərkəzi Müdiriyyət rəisi və siyasi təhlilçi Nicat Bəy bilən xalqara vəziyyət,
rayonluq bexatarlik va Sharq Turkiston masalasiga doir cho'nqur tahlillari orqali bugungi murakkab siyosiy muhitni texmo aniq tushunishga tirishimiz. Assalomu alaykum Nijat bek. Bir haftalik ara berishdan keyin yana radiomiz orqali qimmatli takliflaringizni, ko'z qarashlaringizni radio anglovchilarimizga sunish fursatini bizga nisib qilgan Allohga cheksiz shukronlarimizni bildirish bilan birga sizga mo tashakkurlarimizni sunamiz. Xush keldingiz. Aleyküm assalam Absan Bey. Programmangılağı men teklif kılganingiz üçün men rahmetimni bildirimin. Xitoyning Sharq Turkistonning g'arbiy janubida Chinling noyisini qurishini siz qanday baholaysiz? Bu qadam Uyg'ur xalqining siyosiy kelgusiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bundaq yangi ma'muriy rayonlarni qurish Xitoyning Sharq Turkistondagi kontrol siyosatini kuchaytirishda qanday rol o'ynaydi? Bu mustaqillik davosiga qanday yangi qiyinchiliklarni olib kelishi mumkin? So'rovingiz uchun ko'p rahmat. Xitoy hukumati bu Sharq Turkistondagi Afg'oniston, Pokiston, Jammu Kashmir rayoniga chegara bo'lgan nimaga rayonlarga yaqinqi 2 yilda 2024dan buyon 3 tane nayini ta'sirledi. Xi'an, Xikang, ankin Chinling deydigan bu 3 rayonni. Hammasi bu normal xalq yashaydigan bir rayonga qildi. Hamda bu üçününki bunun nemi sebeplerini, nimalarni ko'zlagan bo'lishi mumkin deb savol keldi kallaga. Buningda birinchisi bu chegara rayonlar bu nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Mayli Afg'onistonning Vaxan koridori bo'lsin, Pokistondagi Jammu Kashmir bo'lsin, Aqsay Chin tarafkin bo'lsin, nihoyatda yaqin bir siziqda. Onun üstüne bununki muhim ahamiyati G219 deydigan bir yuqori sur'atli tosh yo'l bor. O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoga Xitoyninki kirish yo'lidimi bu tijorat olsun, boshqa logistik holatlardami nihoyat muhim roli bor. Hmm. Yani bu yerda bundaq bir normal bir 3 oyni ta'sis qilishninki bunda sabablar bo'lishi mumkin. Birisi bu yer chegara rayonini normal xalq yashalaydigan rayon qilish orqali bu yerda faqatla askariy nima bilan qo'g'dash emas, askariy kuch bilan bu yerni xalqni aklash orqali xalqning bu yerga o'rinlashini o'rinlashtirish va bu orqali normal hərbi və istihbarat idarələrinin bu yəni gözləyişdən başqa xalq arasındakı göz qulaqlar arqılıqmı bu rayonninki həm bexəterlikini qoğdaş, həm özününki qanunluq haqqını çiڭaytiş, gücləndiriş, həm bu yerə kiradigan chet elliklərninki qılıbatqan iş hərəkətini puxravi halətdə közetiş elib beriş deb düşündüm mən əmdi. Ama kim bu Afgan Vahan koridori içilip bir yolla normal meňwatgaçka bu ýegimi naýaty muhim ýakyn rolu var. Bu hem siyasi hem askeri jihatdan hem ticaret jihatdan hem özünki halkara kanundaki bu talışıp atkan bir rayondaki bolgan jaýlar bogaçka bu Hindistan bilen Aqsayçyn tarapdaki. Bu ýerde özüniň halkara kanunga asasan bolgan hakkını güçlendireleydi dep qardymçy bu arkaly. Yani bu bizninki ya bizning puhralarymyz olturaklaşdy deydigan. Bunu Hindistan tarapynınki narazylyk bildirdi bu näslerge. Endi Hindistan bunu nimdi diýgende salami taktikasi dep. Bunu Xitay mesela etrapdaki Bhutan, Nepal qatarlyk kiçik döwletlerge ile puhravi halkyny özüniň puhralarynyň öýlerini siliş arkaly santimetr halatda muşu yat döwletleriniň tupragini ilip alatgan aşna bir hereketi barçu. Bunumu şu Afganistan çegerisi şu Aqsayçyn nimeleriga ýakyn ýerdiki naýlerini hasyl kılış arkaly muşu taktikalarni oýnatydy dep Hindistan bunun en qattyk narazylyk bildirdi endi. Bu Hindistan Xitay münasibetimi besilip kalgan, biraz pesiyip kalgan çegara talışış nemesigimi biraz canlandırıp kılışı mümkün. İkisi münasibet biraz soğuk tesir kösüşü mümkün endi. Endi bunu Şarkı Türkistan'a bağlagan çağda Şarkı Türkistan elbette Xitay 2016'nın ahırda bir yerde irqi qırgınçılık siyaseti yüz berip atıdı. Ve Xitay belgilik bir neticege ulaştı yazı yetti. Bunda bolgandan endi özüniň çegaralaryny qogdaş bilen birlikde Şarkı Türkistan halkyda u ýerde bolgan hakimiýetini, u ýerdeki bolgan güçini tehimi güçlendiriş, çiňaytiş we halkyga bolgan bir köz kılıç bir çegaralardan munda ýeňi näselerini berpa kıldyk diýdigan mundamy bir
narsani maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Ammo yig'inchoqlaganda bu 3 rayonninki mayli siyosiy nuqtadan, mayli askariy nuqtadan, mayli istixborot nuqtalari va tijorat yo'llarini ning bexatarligini saqlash nuqtalaridan bo'lsin nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Parallel holda buning natijasida Xitoy, Hindiston munosabatiga bir ta'sir yetkazishi mumkin bu rayondagi bu o'zgarishlar. Yaponiyaning diplomatik ko'k kitobida Xitoyning sistemalik raqobatchi deb qaralishiga siz qanday baho berasiz? Elbette bu Japonya Xitoyning quyuq bir tijorat munosabati bor, ikkisining nihoyatda yaqin. Ammo parallel holda ikkisininki talashayotgan bir zamin orollarmi bor. Undan sirt Xitoyninkimi okeanga ichilish uchun Yaponiyaniki dengiz bo'g'izlarida Yaponiya tarafninki Amerikadan Birlashgan Davlatlar bir to'saqlarga mahkum qolgan bir holat bor. Xitoy buni izchil holatda bunda bir narsani buzimiz deb tirishib kelaylik va o'zining iqtisodiy kuchini, davlat asosiy kuchidagi iqtisodiy kuchini kuchlantirish bilan birga parallel holda askariy kuchini kuchlantirib keldi va yaqinqi mana u 4-5 yildan buyon Xitoy mayli Yaponiyaniki dengiz tavallikiga va havo tavallikiga bu Rossiya bilan birga manevr yetkazamiz deb ko'p qatimliq tajovuz qilib kirdi. Endi urush ochmadi, ammo kirib va bu ularning ziminiga bir aylanıp chiqib ketgan istixborot uchurlarini to'plagan bu narsani ko'p qatim takrorlovchi. Bu yildan-yilga jiqiyotidi. Bu yerda nurg'un maqsadlar bo'lishi mumkin. Bu sabablardan bu ikkisiniki munosabatim jiq ta'siri bo'ldi. Undan keyin talashayotgan abay degandek orollar masalalari bor. Yaponiya izchil bu Xitoy tahdidiga sovuqqonlik bilan passiv holatda javob berib kelaylikdi. Endi Yaponiyaniki bu Xitoy tehdidining Yaponiyaga kuchayishiga asosan ergishib, Yaponiyami o'zining askariy kuchini, qarshilik turish kuchini kuchlantirish tirishdi yo'q. Ammo o'zining asos qonunida bir Yaponiyaga selingan bir kishandek bir asos qonunning bir moddasi bor, asos 9-moddasi. Buni o'zgartirishga tirishyotdi endi. Endi mana bu diplomatik narsaning o'zgarishini munda debdi qo'ydi. Eng muhim bo'lgan davlatning qo'shni davlat degandan muhim qo'shni davlat degan. Ya'ni Xitoyning tahdidini bir tarafdan ichki nimaga Yaponiyaningki Yaponiya xalqiga Xitoyninki tahdidini bir tushuntirish, singdirish ya'ni. Yana bir tarafdan xalqaro jamiyatgami bu Xitoy tahdidini anglatish, ya'ni mundaq bir sabab bo'lg'achqa buni bir muhim qo'shnilik degan shaklda bu chunki bu nurg'un odamlarning diqqatini tortadi bu xildagi o'zgarishchi ta'riflash. Ya'ni burunqidek eng yaqin deydigan narsani o'zgardirchu bu yerda. Hmm. Mushu Xitoyning izg'inchoqlagan chog'da bu yerda Xitoyniki eshib berayotgan Yaponiyaning egilik huquqiga, territoriyasiga, Yaponiya iqtisodiga tahdid ko'rsatayotgan Xitoyni shu sabablardan o'zgargan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu dokladning Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosati bilan bog'lanishi bormi? Bevosita bog'lanishi yo'q. Albatta bu dokladning nimasida bir necha bexatarlik taraflarini olibdi. Bo'libmi Xitoyning Yaponiyaga ko'rsatgan ta'siri, tahdidlari va parallel holda Xitoyninki bu Tayvanga oralig'i ko'rsatayotgan kunsiri ish berayotgan bu yerdagi ta'sirini va bu ta'sirninki bu yerdagi bo'lgan o'zgarishlarninki Xitoyning qildigan hujumninki Yaponiyaning bevosita siyosiy va bevosita askariy va iqtisodiy manfaatiga ta'sir bo'lganlik nimasini yana bir qatim tilga olibdi buningda. Bo'libmi Tayvanga yaqin bo'lgan Yaponiyaning taqim orollari bor. Bu tarafga Yaponiya ba'zi qo'g'dinish shaklidagi uzun musofirlik raketalarni o'rnatishga harakat qilishi mumkin buningda. Bo'libmi Tayvanning bexatarligini qo'g'dash uchun. Chunki agarda Xitoy Tayvan bo'g'izini, Tayvan orolini elib nima qila olsa, Yaponiyaninki kiradigan energiya manbasini va energiya manbasini bo'g'ib o'talaydi. Bu chog'da Yaponiyaga ig'ir bir zarba bo'ldi-chu bu yerda. Hmm. Oldimizdagi kunlarda Sharq Turkistonda bo'layotgan o'zgarishlar, bu yerdagi Xitoyning ilib berayotgan irqiy qirg'inchiliklari, buning tutgan pozitsiyasida Yaponiya har doim Sharq Turkistondagi bo'layotgan Xitoyning zulmini har doim tilga ilib uni tanqid qilib kelaylik. Oldimizgi bu o'zgarishlarda Yaponiya Xitoy munosabatining gerilishidan balkim
pozitsiyalarda o'zgarish bo'lishi mumkin. Chunki Sharq Turkiston masalasini Yaponiyadagi siyosatchilar eng qizg'in holatda qo'llab kelayotgan bir davlatninki birisi. Qarasak, eng jiq Uyg'ur do'stlik guruhida dunyoning boshqa yerdan farqli eng jiq parlament a'zolari qitilgan va Uyg'ur desa eng jiq kichikdan 7 yoshdan 70 yoshgacha xalqi biladigan bir ko'ngil biladigan bir masala. Hmm. Çünkü mayli bu tarixda bizning Sharq Turkistondagi hökumətində rol alğan, vəzifə alğan ustozlarımız, yolbaşlarımız Yaponiyaya berib bu yerdə qurğan bəzi tirişçilikləri var, qılğan bəzi xidmətləri var. Onun Yaponiyanın bu Yaponiyanın mənfəətinin çıxış nöqtəsindən çıxış qılğan çağda Şərq Türkistandakı müstəqil bo'lishi bu yerdagi Xitoyni ya'ni quruqlik tarafdan kengayishni to'siyalaydigan mana bir ahamiyatini to'g'riliq. Chunki dengiz rayonidan Xitoy zaten qulupnug'liq ya'ni zanjir ostida hamda ama Xitoyni quruqlik tarafdan g'arbga kengayib Sharq Turkistondan o'tib O'rta Osiyo, Yevrosiyoga kengayib yanılamki bir küçük devlet bulalaydı ama Yaponiyaga tehdit olmaydigan Xitoy qanday bo'ldi degan chog'da hem quruqlikdan hem dengizdan tormozlangan holatdagi ya'ni cheklangan holatdagi bir davlat bo'lsa u chog'da Yaponiyaga tehdit qilolmaydigan bir nima qamal ostiga ilingan bir Xitoy bo'ladi. Bu chog'da Yaponiya uchun Xitoy tehdit emas bir fursat maydoniga aylanishi mumkin. Hmm. Bu sebepten Yaponiya Nın geostrateji Şərq Türkistan zemini, Şərq Türkistan territoriyası bir devletin kuruluşu. Yaponiyanınki bexatarligi, mavjudiyati va geostrategik ahamiyati nihoyatda muhim Hmm. deb qaraydi bu. Sizning bu deganingizdek dokladda Tayvan masalasining xalqaralashishiga keng o'rin berilgan bo'lsa-mu, 10 yillardan beri ig'ir zulm va irqiy qirg'inchilik duch kelayotgan Sharq Turkiston masalasining xalqarалық kun tartibida yetarlik o'rin olamaganligi diqqatni tortyapti. Sizce bundaq farqning asosli sabablari nima? Bu masalaning xalqarалық sahnada ojiz ko'rinishida, ya'ni Sharq Turkiston masalasining xalqarалық sahnada ojiz ko'rinishini yillardan buyon Uyg'ur va Sharq Turkiston nomida faoliyat elib berayotgan tashkilot va vakillarning qanchalik roli yoki mas'uliyati bor? Elbette Şərq Türkistan'da bulunatkan bu yerdeki zulüm, bu yerdeki irqi qirg'inchilik, mustamlika siyosati bu inson haqiqatan chidab turolmaydigan nima xalqaroda nurg'un yerlarda bu masalani ikki xil ko'radi. Birisi inson haqlari nuqtasidan Xitoyning bu yerda Uyg'urlarni asos qilgan bu yerdagi xalqqa qilayotgan zulmi. Buningga nurg'un davlatlar buni oson nima qiladi? Nihoyat oson tilga ola oladi va Xitoy bilan o'tlagan chog'da buni tilga ola oladi. Ammo buning natija nimasi jiq bo'lmasimi? Buni har doim tilga ilib turadi. Ikkinchi nuqtani aytgan chog'da Sharq Turkiston bir besib ilingan bir territoriya, Xitoyga tava olmagan bir territoriya aslida. Yani bu bir ağır mesele endi. Bunu bevosita tilga olsa endi ikki davlatniki diplomatik munosabatida Xitoyniki zimin butunligini to'nidiq u bu degandan keyin bu narsani uningga xiloflik qilgan bo'ladi. Ya'ni sen meningki zimin nimamni bilgunchilarni qo'llayotsa u bu degandek bunda bir narsa chiqishi mumkin. So'ng bu narsalar jiq uçuk şekilde bu mustamlikastik zaman u bu degan narsa tilga ilinmaydi. Ama bizninki endi tenginin yeni bir yüzüge qarshi bu yerda Sharq Turkiston tashkilotlari bu yerda sirtda xizmat elib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlarining ishida ular izchil holatda faqatla Sharq Turkistondagi zulm masalasini ma'lum keliglik. Xitoy bizni undaq qildi, urdi, tilidi, bo'g'di, sotdi, undaq qildi, bundaq qildi degandekchi. Ammo Hmm. bu zulmninki aslida nima bor? Nima sababdan bo'linyotidi? Nima uchun Xitoy bu yerni oldi? Buninki ahamiyati va Sharq Turkistonninki mustaqil davlat bo'lsa, bu davlatlarga qandaq bir manfaat keladi va bu davlatlarni qolmay atrofdagi rayon va atrofninki tinchligi, bexatarligi, xavfsizligi, rayonninki tartibi ga qanday ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlardan qo'yadigan tashkilotlar yo'q deyarlik. Men bu 20 necha yillik bu nimada chet el hayotimda bunday bir qo'ygan tashkilotlarni asosan ko'rib boqmadim. Hmm. Yani bu oldin qatamma jiq dedik. Tashkilotlardagi ishlarda asosan aktivistlik zihniyati bilan shu zihniyat bilan harakat qilg'achqa bu nuqtalarni tilga olgan ishlar asos jihatdan bu chet eldagi boshqa davlatlar bilan hatto Xitoy bilan egri munosabat yirik bo'lgan davlatlarga bunday bir narsani qo'ymog'liq. Hmm. Bu endi shu ishimizni shu aktivizm nimasidanki tutib keladi. Ammo
Eğer bundaq məsələnin çoңqur tərəfini, məsələninki bu dövlətlərinki mənfəət üçünmü paydalıq ikənligi, bu Şərq Türkistandakı əhəmiyyətini bu nöqtələrini düşəndirgən çağda bu dövlətlərninkimi bu məsələgə qarşı başqaça özgürüşü mümkündür. Çünki bu siyasətdə beriş bilan aladigan bundaq özara bir münasibət tayini payda yetkən çağda bularmı yardam nima qiladi shu. Hı. Ama bizning nima deylik izchil tilamchilikdek bir zihniyat Hı. harakat nimasi bor, ruhiyati bor. Ya'ni bizni urdi tili deb qachon Dert qarasa ko'zdan döküş. yashnak. Hı. Adat to'kish. Hı. Aslida bu siyoset kuch orqali olib berildi. Ya'ni kuch bu siyosatga xashlaydigan pulning nimasi endi birligi. Yani küçümüz bolsa, mənfəət yetkizəlsə, qarşı tərəfmü bizning işimizə ma'lum yaxshiroq nuqtadan qaraydi va bularmı bu kuchni ilishbilan birga bu narsani bizgami berishga tirishadigan gapda. Yani bu yerdagi besilangan zamin, buning ahamiyati, bu yerdagi boyliq, bu yerdagi Sharq Turkistondagi Xitoy kengaymichiligini, Xitoy tahdidini tizginlashdagi ahamiyatining naqadar muhimligi tilga ilinib qolgan chog'daki, bu chog'da bunday narsalarni o'ttirib qo'ysa, qarash boshqacha bo'ladi. Uning faqatlam siyosatchilar emas, davlatninki askeriy organlari, istixborot organlari, davlatning muhim tadqiqot markazlari bu masalalarga boshqacha qarashga boshlaydigan gap. Hı. Ammo vaholanki bugungi qadar tashkilotlar bu xil shaklda o'zining ish faoliyatida bundaq bir davr bo'lgich bundaq bir islohot qilib boqmadi. Bu cihetde biz bir tarihi fırsatını koldan berip koyduk dep qarashqa bulamdı. Eğer şundaq bolsa, bunun javobgarligini kim berdi? Gayet yaxshi savol sordingiz. Albatta bugun dunyo qalayimqanchilik nihoyatda tez o'zgaryotidi. Hamma davlat o'zininki dadi bilan tushib ketdi. Sharq Turkiston masalasi kun tartibidan pastga tushib qilyotidi. Ammo Sharq Turkiston masalasi yo'qolib ketgani yo'q. Yani davom qilyotidi, zulm davom qilyotidi, mustamlika davom qilyotidi. Ammo bugungi shunaq nihoyatda tez o'zgarayotgan vaziyatda aslida fursatlar eng jiq chiqadigan mezgillar. Yani hemmisinin Xitay bilen boğan quyuq alaqası var, quyuq münasibeti var, düşmanlik küçüyotidir, raqobat küçüyotidir. Bunda çağda bizga ichildigan sahnalar agar kallamizni ozroq ishlatsak, qilayotgan ishimizning nimasini boshqa bir yo'nalishdan ko'rsak, ishlarimizda aslida fursatlarni, texmi cho'ng fursatlarni topa olaydik. Afsuski, buni abay degandek tashkilotlar, ya'ni Sharq Turkiston xalqiga vakolatan qilayotgan eng oldi bilan tashkilotlar bu fursatni qochiryotdi. Andan keyin xalqmi bu fursatlarni qochirishga yordam beryotgan tashkilotlar xato qilgan chog'da tashkilotlar xato qilgan chog'da ularni to'g'ri bir shaklda ayblamaslik, tashkilotlar qilolmagan chog'da ish egalarining bu ishni qila oladigan insonlarning bu tashkilotlar nimasiga yenig'i kelmaslik yoki bo'lmasa o'z oldiga bir harakat boshlamaslikdek nurg'un sabablar bor. Nima qilganda ham tashkilotning mas'uliyati, bu yerda ig'ir mas'uliyati, undan keyin Sharq Turkiston xalqining mas'uliyati bor. Ya'ni to'g'ri bo'lgan nimalarni qo'llash va uningga kuch kirish kerak. Xato bo'lgan chog'da uni ayblab, uningdan xatosidan to'xtatish kerak. Chunki bir reaksiya bildirmasa, uningga javob bermasa, tashkilotlar shu xato bo'lgan narsada relsda ketilaveradigan gap. Buni endi ziynin bo'ldi deganda vatandagi bechora xalqimizga bo'ladi bu ishimiz. Ya'ni bizning xato besishni bu mustamlika zulm uzra olaveradigan gap. Undaqda hazırki siyasi muhitda Şərq Türkistan davasının ən çox xəvfi özümüz desək doğru bulamdı. Menimcha o'zimiz, ya'ni xalqaro yaxshi fursatlar chiqishga boshlayotidi. Hı. Ammo o'zimiz bu fursatlarni tutolmayotimiz. Ammo Evet. hozirgidek davom qilsa, texmi tutolmasligimiz mumkin. Hmm. Nicat Bey, Indoneziyanın bir taraftan Amerika bilan mudofaa hamkorligini kuchaytirishi, ya'ni bir taraftan Rossiya va Xitoy bilan yaqin aloqani saqlashi bugungi ko'p qutbli dunyoda kichik va o'tir davlatlarning qanday siyosat yurgizayotganligini ko'rsatdi. Indoneziyaninki coğrafyası qarsak, hem Hindi dengiziga hem Tinch hem Hind okeanga hem Tinch okeanga bir ichilgan kengli ketgan cho'ng orollardan tarqan nihoyat cho'ng cho'ng bir davlat hamdichu. Buningki geostrategik ahamiyati favqulodda muhim.
birga nima desa, ikki okeanni tutashtirib turadigan bir alaylik bor. Faqatla dengiz yuzidan emas, masalan, bu yerda dengiz yuzida aytgan chog'da bu yerda Malaka bo'g'uzi bor. Yeni bir nimasi bu havo yo'linimi bu bu Indoneziyaning. Bu shu havo yo'li orqali ikki okeanni havo yo'lidami tutashtirgan bir alaylik bor. Andan tashqi siyosatda bir alaylik bor. Ya'ni Babas aktiv deydi. Bu nima deganda aktiv bir tashqi siyosat yurgizdi, ammo mustaqil. Ya'ni hech qanday bir cho'ng davlatninki nimasiga tushib qolmagan aslida ta'sir ostiga tushib qolmagan, bog'liq bo'lib qolmagan asosda yurgizdi. Chunki Malayziya, Indoneziyaning hech qanday bir sherik davlat, nima davlat yo'q. İttifaqdosh davlat yo'q. Hamma cho'ng kuchlar bilan bulayliqi hamkorlik shaklida, bundaq sherik shaklda ish ilib boradi. Masalan, Xitoy bilan bo'lgan tijorat va nihoyatda quyuq. Xitoy bilan yaxshi tijorat nimasi qiladi. Amerika bilan bo'lsa, masalan, Amerika bilan Rossiya bilan bo'lsa, bu yerda o'sha askariy ittifoq jihatdan nihoyat yaxshi qildi. Albatta, tijorat nimasi ham yaxshi. Yaqinda xatolashmasam, bugun 17mi, 3-4 kun burun Amerikaning berib Malayziyaning, Indoneziyaningki Mudofaa ministrligi bir to'xtamlarni tuzib keldi askariy hamkorlashish to'g'riliqchi. O'zaro Amerikaninki texnologiyasi, Amerikada nurg'un jihatlarda yordam qildigan, buning qarshisida buningga javoban Amerikami bu Malayziyaniki havo bazasini va havo bo'shlig'ini ishiltish imkoniyatiga erishgan mushtaq bir nimalarni ko'rdik masalanchu. Endi bu nimani yaratadi degan chog'da Amerikaning masalan Malaka bo'g'uziga havo orqali bundaq kiralaydigan bundaq bir imkoniyatni yaratadi. Endi bu Hmm. bu yerda bundoq qaragan chog'da endi kelgusida bir to'qinish bo'lib qolsa, Malaka bo'g'izini ham dengizdan, ham havo bo'shlig'idan Amerika bo'g'ishi mumkin. Bu orqali Xitoyga ketadigan, Xitoyning boradigan energiya manbasini va Xitoyning dunyoga taqiladigan mollarini bu yerda cheklay olishi mumkin. Bu yerda endi cho'ng bir Xitoyning gelini boqqandek bir ish bo'ladi agar bu bo'g'ozni beg'ib qolsa haqiqiy nimada. Hmm. Indoneziyaning yeni bir alayligi bu yerda az ko'riladigan bir nodir metallar bor. Bu jihatdami nikel deydigan nihoyatda bir qimmatli metal bor. Bumu dunyoninki 30%ni bu asos ham maddasi bu Indoneziyada. Bu jihatdami Indoneziya dunyoninki nimasida asosiy kuchlik bir o'rinda turadi. Hem coğrafi cihetten hem bu baylık cihetten hem özündeki tashqi siyosatdagi o'zgarchilik jihatdan Indoneziya hem Amerika'nın hem Rossiyaningki hem Yevropa İttifaqı hem Xitoy bilan hamma tarafning o'rtasida bir tampon siyosatni muvaffaqiyat qilib berayotgan bir davlat. Bu orqali o'zini hech kimga yegizib qo'ymay, o'zining egilik huquqini qilib taraqqiy qildirib kelyotidi. Kuzatuvchilarningmi kuzatishida kelgusidagi dunyoga cho'ng kuch bo'ladigan potensial bir kuchi bor deb qaraydi Indoneziyani. Hindiston, Turkiya va Indoneziyanichu. Agar hozirgidek bir taraqqiyotlar bilan olsa, Indoneziya o'ziga afzalliklar bilan yaxshi bir holatga dunyodagi cho'ng kuchlarning nimasi qatoriga o'tib qolishi mumkin. Xitoyning Indoneziya bilan istixborot va bexatarlik sohasida hamkorlikni kuchaytirishi, rayonda ta'sir doirasini kengaytirishning yangi bosqichi deb qaralsa bo'lamdi. Bu xil yumshoq va sukutdagi kengayish Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bunun bir dikkatini çeken bir mesele oldu bu ziyaret. Bundan burun bu Xitoyninki harbiy nima Xitoyning istixborot ministrligininki birinchi qo'l boshlig'i bu beribdi-da, Chen Yishin deb xatolashmasam. Bu Hmm. berib, buningda Indoneziyani buni Malayziyani ziyorat qilib degandiq. Hozir nimanimi Indoneziyani ziyorat qilibdi. Atrofdagi boshqa kichik davlatlarni ziyorat qilibdi. Bu Xitoy normalda bundaq bir ziyoratlarni o'zininki diplomatlari yoki tashqi ishlardan yoki tijorat ministrliklaridan avatadi ko'pincha. Bu yerdagi Hmm. ziyorat bir o'zgacha berib, Indoneziyaninki istixborot idorasining eng chong boshlig'i bilan ko'rishib, o'rtaq ba'zi nimalarni eppagan o'xshaydi suhbat. Endi oshkorlagan ma'lumotlarga qaragan chog'da bu yerda o'rtaq hamkorlik, o'rtaq rayonning xavfsizligi, bu Malaka bo'g'ozininki bexatarligi, o'rtaq manfaat deydigan bir rasmiyat sifatida ba'zi gaplarni qilibdi, ammo buning haqida yana qandoq kelishimlar tuzildi, qandoq ish hamkorlik bo'ldi, uni bilmaymiz hozircha bu
istihbarat nemisi bolgandan keyin aşkarlamaptı-chu, buning rasmiyet yüzüde deyilgan gaplardan boshqa. Hmm. Ama umumiy jihatda mening farazim bu Hormuz bo'g'ozininki taqilishi va Amerika Isroilning Irondagi urushi, bu yerdagi neft manbalarining, energiya manbalarining turib qilishi ve Malaka bo'g'ozininki bu yerda to'silishi ehtimoli bo'lgan bu sabablardan bu bexatarlik va xavfsizlik va istihbarat xizmatlari sababdiki ba'zi muzokaralarni ip bağlan bo'lishi mumkin deb qarayman. Chunki tilga olganimizdek Indoneziyaning bu yerda ahamiyati nihoyatda muhim. Ya'ni Xitoyning jon tomiridan agar tutaman desa bular tuta oladi. Shu sabablardan ham Malayziyani ham Indoneziyani ikkilisi Malaka bo'g'ozininki ikki atrofidagi ikki davlat. Hmm. Mushu sebepten ziyaret qilgan bo'lishi mumkin deyman. Ama buning Uyg'urlarga munosabatli yeri bormi yoki bo'lmasa boshqa moddalar bormi degan chog'da bu to'g'risida bir uchuq nima deymi demasdanchi Hmm. xabarlarni Yani uçuk ma'lumot yo'q. uchuq ma'lumot yo'q. Ama ziyorat bor. Hmm. Eng oxirgi bir savol. Xabaringizda bo'lgandek tönögün İran taraf Hormuz bo'g'ozining ichib itilganligini e'lon qildi. Bu İran urushining to'xtaganligidan bishorat beramdi sizcha? Bence hozir urush to'xtami değil, issiq bir-birisiga o'q etish to'xtatildi. Endi ikkili tarafninki buni to'xtatishga bo'limi Amerikaniki bakroq ehtiyoji bor. Yani Amerika Eronning nurg'un yerlarini vayron qilgan bo'lsa-mu, bu urushda o'zi ko'zlagan siyosiy maqsadga yetamidi. Yani u nima degan chog'da Eronninki hokimiyatini almashtirish va Eronniki yadro qurollarini buni nim qilitimiz kichikiltib normal nimaga akilimiz degan tiliqi. Qurol holatda ishlatadigan holatga akilimiz debchu. Bu maqsadlarning hech qaysiga yetamdi. Aksincha Eron bu urushdan garchi o'zi nurg'un hujum qilishga uchragan bo'lsa-mu 50 mingdan ortiq qitim hujum bo'pti masalan. Hmm. İran bir yerda masalan qo'ygan Eronning qo'ygan taraflariga qarasak, hozir Eronninki degan taraflarga ma'qul kelgan asosda o'rtada kelishgandek qilib turdi masalanchi. Buni haqida albatta Rossiya, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Xitoy degandek o'xshamagan cho'ng kuchlar mayli Eronga, mayli Amerikaga besim qilgan bo'lishi mumkin parda og'usidachu. Çünkü zaten bu urushda yengil olmaydı İranni. Onun sebeplerini aldığın qıtımlıq programlarda degan toq. Şuna xatalık nerede bolsun vaqtida to'xtabog'ini yaxshi bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda mening andish qildig'im shaxsiy qarashimda bu urushninki buzg'uchisi bu kelishimniki hozir o't ichishni buzg'uchisi Isroiliya bo'lishi mumkin. Chunki Isroiliyaning Amerika bir urushni to'xtatib ketishi Isroiliya uchun endi bir texnik yig'in mag'lubiyat. Chunki yolg'iz qolgan chog'da Iran endi bundan keyin Iran texnik kuchlangan holatga chiqdi. Burun bir tahdid bo'lsa, endi bundan keyin ikki tahdid bo'lishi mumkin Isroiliya uchunchi. Chunki Iran bir yerdan Hormuz bo'g'ozidan ilindigan har bir paraxotda ilingan 2 million dollar var. Bu o'zining nimesini yani tez suratda nurg'un buzilgan yerlarni asli keltirib, o'zining askariy sanoatini texmi taraqqiy qildirib, andan keyin bu urushda ilingan savoq va Xitoy va Rossiya tarafdan yordamlarni ilish orqali o'zining uran pishqilab ishlashini texim tezlitilish imkoniyatiga erishdi. Yani İsrail'e bunun amal va Amerika'nın bir ayında bu bulup mu bu urushning ichida tutib qilish uchun buni buzadigan ba'zi ish harakatlarni askariy operatsiyalarni qilishi mumkin deb faraz qilaman. Necatbek qimmatli vaqtingizni ajratib, ko'z qarashlaringizni radio anglag'uvchilarimiz bilan paylaşkanlığınız, ortaklaşkanlığınız üçün ko'nglimizdan eng cho'nqir yerdan sizga rahmatimizni aytamiz va bu yerda siz bilan xo'shlashimiz. Rahmat sizga. Men sizlarga rahmat aytaman. Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü programımızda bir tərəfdən Süleymanның tirik guvalıq sözləri arqalıq insaniyyətin ən qaranğı yüzlərini görüb çıxdıq. Yəni bir tərəfdən xalqara siyasət səhnəsindəki çoğ özgürüşlərini gözdən keçirdik. Ahırda şunu aytish kerak ki, bugünkü dünya çoğ güçlər o'rtasidagi keskin raqobatlar bilan shakllanayotgan bir davrga qadam qo'ydi. Bundaq bir murakkab xalqarалық vaziyatda Sharqiy Turkiston davosining izlib yo'qab ketishi emas, balki dal shu raqobatlar orasidan o'ziga yo'l ochib
fursatlarni tutib tura oladigan siyosiy aql va strategiyaga muhtoj ekanligi texmo ro'shan ko'rilmoqda. Tarix bizga shuni ko'rsatdiki, har qanday bir millatning taqdiri faqat tashqi kuchlarga bog'liq bo'lib qolmaydi. Balki uni qanday tushunish, qanday baholash va qanday yo'l tutishni biladigan bir turkum ziyoli kuchlarga bog'liqdir. Bugun bizning ehtiyojliq bo'lganimiz Sharq Turkiston davosini dunyo siyosatidagi o'zgarishlar bilan bog'lab qariya oladigan, xavfni fursatga aylantira oladigan, sabrchan va jiroqni ko'radigan aql egilaridir. Ümid qilamizki, kelgusida shundoq bir aql va rahbarlik kuchi maydoniga chiqib, xalqimizning haqliq davosini xalqaro sahnada texmo kuchlik anglatadi va erkinlik yo'ldagi qadamlarimizni texmo mustahkam qiladi. Hurmatli radio anglag'uchilar, bu arzu umidlar bilan bu haflik xabarlarimizni oxirlashtiramiz. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Keyingi haflik xabarimizda quloqlashguncha aman bo'linglar.